Buni olardingizmi yoki bunimi? Qarshingizda BYD Song Plus Electr Champion narda grey rangda. Yoki 6 o'rindiqli Leapmotor C16. Ikkalovini ham 3 ta qisqacha pluslarni aytib o'taman. BYD o'zi eskidan batareya ishlab chiqadi. Hozirda buning batareyasi даже Tesla'larga ham ishlatiladi va boshqa brenddagi mashinalar buni batareyasini ishlatishadi. Va eng qizi bu brend hozir butun dunyo bo'yicha nomer 1 sotiladigan mashinadir. O'tgan yil chiqib, endi trendga kirayotgan va trendda bo'lgan mashinamiz Leapmotor C16. Buni даже Xitoyda nomer 1 sotiladi degan mashina 2024-yilda eng ko'p sotuv bo'yicha rekordni o'rnatgan Leapmotor C16. Mashinamiz gibrid, 3 ta monitori bor. Hozirgi trendda bo'lgan oranjiy salonda. Bu mashinamiz esa narda grey rangda. Hozir salonni ko'rsam, narda grey, ichi ham grey rangda. Bularning O'zbekistondagi hozirgi narxi o'rtacha bu mashinamiz esa 29 mingga, bu esa 32 ming, 31 mingga sotilyapti. Kommentariya qoldiring, siz qaysi mashinani olgan bo'lardingiz? Oilaviy oltitali mashinami yoki bu BYD Song Plus mashinamizmi? Yoki albatta GMning Malibu'sinimi?